mavzuyimiz maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning bog'langan nutqini o'stirishda didaktik o'yinlardan foydalanish. Rejalarimiz: birinchisi, maktabgacha aqli zaif bolalar nutqini o'stirish. Aqli zaif bolalarda bog'langan nutq haqida tushuncha, nutq o'stirishda didaktik o'yinlardan foydalanishning ahamiyati. Maktabgacha yosh davri bu bola rivojlanishining eng samarali va jadal kechadigan davri hisoblanadi. Bu davrda aqli zaif bolalarning qobiliyatlari o'z vaqtida aniqlanadi, o'rganiladi hamda psixologik pedagogik korreksiya ishlari olib boriladi. Bu organik yetishmovchilikka ega bolalar o'z sog'lom tengdoshlariga qaraganda aqliy faoliyatini yanada faolroq tarzda rivojlantirishga muhtoj ekanliklari bilan ham asoslanadi. Bolaning rivojlanishida nutq eng muhim ahamiyatga ega. Nutqning rivojlanishi bilan shaxsning barcha psixik jarayonlari shakllanishi chambarchas bog'liq. Asosiy qism aqli zaif bolalarda me'yorda rivojlanayotgan tengdoshlariga qaraganda nutqi kechikib shakllanadi va bir qator kamchiliklarga ega bo'ladi. So'zning, tovushning tahlili va sintezi buzilishidagi talaffuz kamchiliklari, lug'atning qashshoqligi, grammatik qurilishning shakllanmaganligi aqli zaif bolalarning nutqi va tafakkurining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hatto ayrim mustaqil jumlalar paydo bo'lgan taqdirda ham bolalarning aloqasi qator fonetik va grammatik buzilishlar bilan tavsiflanadi. Ayniqsa og'zaki nutq buzilganligi tufayli shaxslar aro munosabatga kirishish kechikadi. Aqli zaif bolalarda nutqning buzilishi xususiyati yuqori nerv faoliyati va uning psixik shakllanishining o'ziga xosligi bilan tavsiflanadi. Rubinstein fikri bo'yicha aqli zaif bolalarda nutqi to'liq rivojlanmaganligi sababli barcha analizatorlardagi yangi differensial aloqalarning miyadagi sekin ishlab chiqilishi va funksional qatlamlarning zaifligi hisoblanadi. Aqli zaif bolalarda nutqning rivojlanish xususiyatlarini tadqiq etgan olimlar ularda patologik inertlik, atrofga bo'lgan qiziqishning zaifligini ham alohida ko'rsatib o'tadilar. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar nutqining rivojlantirishda didaktik o'yinlardan foydalanishning ahamiyati katta. Chunki maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni tarbiyalashda maktab ta'limiga tayyorlash bu davrda bolaning asosiy faoliyati o'yin faoliyati hisoblanadi. O'yin maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarning yetakchi faoliyati va ularning hayotida eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan jarayonlardan biri hisoblanadi. O'yin orqali inson muloqot qoidalarini egallab boradi. Bolalarda axloqiy, irodaviy sifatlarni shakllantirishga imkon beradi. Aqli zaif bolalar nutqining shakllanishi. O'yinda dastlabki rivojlanish bosqichlaridayoq bolaning shaxsi shakllanadi. O'quv faoliyatida, mehnatda, odamlar bilan muloqotda kerak bo'lgan sifatlarni rivojlantirib boradi. To'g'ri shakllanayotgan o'yin intellektida buzilishi bo'lgan bolaning rivojlanishi uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Erta ijtimoiylashuv va keyinchalik jamiyatga integratsiyasi uchun imkoniyatlarni yaratib beradi. O'tkazishning hissiyligi, ya'ni o'yin o'tkazishning hissiyligi bolalarning qiziqishi orqali o'zlashtirilgan malakalarini mustahkamlash uchun ko'p marotaba takrorlashga imkon yaratadi. Yuqorida bayon etilganlarning barchasi maktabgacha yosh aqli zaif bolalarning nutqini rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish muammosini ko'rsatib bergan. Aqli zaif bolalarda nutqni rivojlantirishda didaktik o'yinlarni qo'llashga qaratilgan o'zbek tilidagi tadqiqotlar ham olib borilgan. Masalan, bunda bitta va ko'p didaktik o'yinni olishimiz mumkin. U o'sha maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llanib keladi. O'yinning maqsadi bolaning ma'lum bir predmetlar bilan tanishtirish hamda mustaqil ravishda birlikdagi otdan ko'prikdagi otni hosil qilishga o'rgatadi. O'yinning borishi o'yin rasmlar asosida olib boriladi, biroq aqli zaif bolalar rasmdagi farqni tez ajratib olish qobiliyatiga ega bo'lmaydilar. Shuning uchun real ko'rinishga ega predmetlarni topishi va o'zlari turgan stollarga yopishirishi tavsiya etiladi. Bu o'yinda bolalar nafaqat leksik va grammatik tomondan o'z nutqini mukammallashtirib boradi, balki harakat qilgan odam rag'batlantirishga ega bo'lishi ham mumkin. Har bir narsani to'g'ri qilsa, biror natijaga erishishi mumkinligini ham anglab boradi. O'yinda ayniqsa didaktik o'yin orqali bolalar yangi bilim, tushuncha, ko'nikma va malakalarni egallab oladilar.